Sen neymiş bunda kılsın, neymiş lan kız öhü dep koysam diye ömürle bile qarab da. Bu işimiz oturup paranlaştık. Ne mijazını özgertaydı bu. Mijazını özgertishga va'da berib bir ay. Shunchaki mijazini özgertib meni qilma degan ishlarimni qilmay, men yo'qmaydi mashlamaga degan ishlarimni qilmadi. Haqiqatan qilmadi. Shundan keyin turmushimiz yana o'zgarmadi. Yana bir varam churum va'da, undan keyin qo'pab men bir kuni dedim, "Men sizlarga mishda bir ishlarni qilib deb, kenjorim tutib, chinjitib o'ylashdim-da men. To'xtabdi, bu masala mendimi nima? Men bir o'zimni mijozimni bir o'zgartib boqay deb, to'xtalamish metonim bu narsa kirib oldimi? Metonim o'zimni undan o'rnini omlashtirib o'ylab boqdim-da. Shundan keyin men buni o'rnini bo'lsam bir kun chidamadi ekanman. Nimonchilar terkish, nimalar mijoz bo'lib ketdim men deb. Masalan, rostlam o'tishdim, terib ketdim. Men hozir chechilib qolsam, masalan, ichib chaqchaq qilib qo'ysam, qat'iy chaqchaq ketamayman. Nima o'ran yotqancha o'ran o'tmasam nimalarni qotsalar bu teribmanda. Chunki bu pijarga ichim og'rib ketib, o'zimning mijozni o'zgartganiga men turmushimiz o'ngshalgan. Bu jahonda-chu yo'lchingizdan ranjigingiz o'zingizdan ranjiginingizga mashta his qildim. Chunki siz odam degan o'zininki yana bir nimasiga tegdi deydi ekan. Yana bir o'ziga tegdi deb qo'ygan bu. Demak, yo'lchingizmi siz ishkinglar bir tan bir jon degan gapda bir odamni o'zgartman, uning dunyosini men xiyolimdagidek bir holatga eklima demasdan mos kelgan emas, moslasha olgan odam bilib degan bir gap bor. O'xshash jinsdagi o'xshash odam hargiz birga kelmaydi mashinalar. Mijoz o'xshamaydigan, dunyosi o'xshamaydigan hech qadam chiqisha oladi. Masalan, egiz odam pakan yaxshi ko'rdi. Biz bir egiz bolalar, bo'yi 1.70 egiz qizlarni yaxshi ko'rmasligi mumkin. U bak chiroyli bo'ylar egiz, unda bolalar oq qizlarni yaxshi ko'rmasligi mumkin, balkim qaravoy qizlarni yaxshi ko'rish mumkin. Chunki hamma odam o'zida bor narsani yaxshi ko'rmaydi. Shunga mijoz o'p-bo'sh ishga odam hargiz birisini yaxshi ko'rib o'tmaydi. Shu birisini mijozim butun o'zgardi. Men o'xshash bo'lsin, meni xiyol qilganimni bu xiyol qilsin deb bir odam unda turmush olganda qilib, haq bilan to'y qildi, turmay kirmadi. Bunda bir kapcha qilib boqay yana. Yarashib qolsa, ana, yarashmay qolsa, mana. Men ko'zim bir xil kichikmi mening qaraganda. Yana bir gap. Ko'ybilaringizdan deyishgan gaplarni tepmayman. Do'stingizning yo'ldoshi bilan o'tirsiki bo'lgan ishlarni tepagamsa, bir do'stingizdan keyin u gapni sizga yo'ldoshingizni tepmayman. Birinchisiga yo'ldoshingiz g'iybat bag'och bo'lib ketadi. Bu ahvol nimishni keltirib chiqardi deganda, yo'ldoshingiz ishlamay olib qoldi. Bunun do'sti mishda turmushdagi bo'lgan ishlarni buning deb berdi. Demak, bumi deb berdi deb sizni bo'lgansiz do'stingizlar aralashtirmaydigan qachon siz o'zingiz mishda qilsiz, unda o'ylab yaqsangiz, o'sha do'stingiz bilan paranglashsangiz, sizga to'liq telefon qilgan. Andan keyin bir gumonlanadigan ish bilan birga ketsangiz, so'qishib qolgan vaqtlaringiz o'sha do'stingizdan aloqa qilolmaydigan. David mening gapimni debchu. Vaqt kelsa do'stingizni bir bo'lgan sir yo'ldoshingizni ko'zga qolsa-da, men munosabatga misal ta'sir etadi. Shuning uchun qizlarga to'l yurgan siryandan keyin uy tutqun uzun bo'lgandan keyin chiqishlarni his qilib qoldi ekansizlar. Men bu ishlarni to'y qilishdan burunmi boshqalarning turmushiga qarab his qilib boqqan, chunki mening aylarim bekchiq emasmi. Shunday bo'lgandan keyin qulqni pishirayotgan. Ernimichu qildiganmi ayol kishiga yer qildiganmi ayol kishiga emasmi. Shunga eringlarni o'zinglarmishda tutib turib yo'lga akirib o'zinglar yaxshi qilib chiqsanglar, bular qayoqqa chiqsanglar shu ketadi. Adabchu shu orqali erkish to'q bo'lgandan keyin yomon bo'lib ketib qolsa, ayoldan ko'rdi cho'nglar. Chunki ular deganning bizga qaragan 80 yoshdan yaxshi chiqqanda, buni ayol yaxshi emas ekan deb o'ylaydi. Nimishqa? Chunki ayol erdiga ayolning gapini anglaydi. Unda bo'lgandan keyin biz yaxshi tarafga burmasak, yomon tarafga bursak, qolmay bir kun buning jazosini tortib qolamiz-chu, bolalarimizdan degandek o'tni jahon bu. Yo'ldoshimni o'ynamdi, o'ltirdigan vaqt kelib qoldi hechmi men. Pek vaqt ketdi. Shuni boshqa o'tirdirincha yerlarni totmay kesib tatibla qo'shmamsa endi chatoq chiqadigan tur. Kirmamni oxirini shunda ko'yganlar va yaxshi bo'pti. Hikoya so'zilmay kirmamni o'qib beraychi. Shu bir yil qolg'ishim qancha o'zgarib, men bilasini teshmamni yeganda. Men u teshmamni yeganam deb o'lchida bir to'yga vaqib. Men işte yo'qmi bu to'yda deb qaqla. Hamsi ombo qo'ygan oz qolgan tibini. Bishi yig'ir kelib ketgan shu. Bundan keyin birga ketgan soat 8 dan tatib tayyorlik qilmay deb o'ylagan shu vaqtim yana nimishlar. Shu juma aytgan soat 8 dan tatib tayyorlik qilsammi? Shu qilsam qo'lim qilsammi? Voq qolaman yana o'xshash. To'y o'ynaysan, to'ychi eding sen. Taq bag'ridan kelmaysan, qo'ychi eding sen. Qo'ychi bo'lsang qo'ylaringni birga boqayli. İşcan yanım yürek. İşte hemen sevgilim biri. Bırakıp sevgilim yok.
Dalya şu gitti mi? Kapıldım. Başka yerimde görüp kalsa da ya. Qat'iy jura shuncha jiddiy muomala qilyapti to'y olsaqligida. Qishim ketibdi, endi rammiga surkaymiz. Chichim bor deb o'shaydi, qanday qilaman? Shunday jiddiy ketib boraman. Nima deyman, chichimni o'shayman desam. Tashlab qo'yib ketibsiz bo'ladi. Endi bu to'y bo'lgandan keyin baqiriqni ma'zum bir etay. Xilibga baqirmoqni. Endi bunda bir baqiriqni qabaq uraman. Bunda baqiriqni ma'zumni bir yeriga uritay. Doldurib qo'yasan. Qurt etib. Nima qilsa? خارجة من المية وطلتها أقوى من السحر. لما شفتها قلبي دق 3 دقات، والطبلة دخلت لعبت جوا دماغي حاجات. لما الرق دخل قلبي رق وحنيت، طب هعمل ايه؟ من المية وطلتها أقوى من السحر. لما شفتها قلبي دق 3 دقات، والطبلة دخلت لعبت